Foydaning eng katta qismi taomnomadagi 3 xil narsadan kelayotgandi. Gamburger, kartoshka fri va gazli suv. Jami 87%. Keyin taomnomani qayta ko'rib chiqishga qaror qildik. Shunday yo'l tutib, undan to'shni tamalni chiqarib tashladik. Lekin shu bilan to'xtab qolmay, xo'sh, bizga yana nima kerak emas deb o'ylab qoldik. Ma'lum bo'lishicha ko'p narsa keraksiz ekan. Ofitsiant qizlar, Borginda ovqatni o'zing ol. idishlar, Bir martalik qog'oz o'ramlar. hech qanaqa sigaretli avtomatlar. O'z-o'zidan bezorlarning qadam uzildi. O'ziga xos oilaviy muhit paydo bo'ldi. Lekin shu ham kamdek tuyulardi. Ha, xo'sh. Butun umrimizni boshqalar g'oyasiga taqlid bilan o'tkazardik. Biz shunchaki boshqasini emas, eng yaxshisini xohlardik. Muhimi, u o'zimizniki bo'lishini xohlardik. Aynan mana shu bizni eng katta qisqartirishga olib keldi. Xo'sh, nimani? Kutishni. Buyurtma 30 daqiqada emas, 30 soniyada tayyor bo'ladi. Ana shunaqa. Birinchi McDonald's restorani. Kuningiz xayrli o'tsin. McDonald'sga xush kelibsiz. Buyurtma berishga tayyormisiz? Ha, menga gamburger, kartoshka fri va yana kola bering. Jami 35 sent bo'ladi. Marhamat. 15 sent qaytimingiz. Bu nima? Bu esa buyurtmangiz. Buyurtmangiz? Ha, yo'q. Buyurtmangiz? Yo'q. Axir men hozirgina aytdim. Hammasi tayyor? Aniqmi? Xo'p, mayli. Aytolmaysizmi, sanchta yoki likopkasi qayerda? Idish tovoqlar qani? Shunchaki o'ramni oching, yeb bo'lgach tashlab yuborasiz. Xavotir olmang. Aniqmi? Yaxshi. Qayerda yeb olsam bo'ladi? Aytolmaysizmi? Mashinadami? Yo bog'dami? Yo uydami? Xohlagan joyingizda. Bo'pti. Tushunarli. Rahmat. Tashlayvering, hozir supur bo'laman. Sizga hammasi yoqdimi? Menimcha bu dunyodagi eng yaxshi gamburger bo'lsa kerak. Xursandman, shunga astoydil harakat qilyapmiz. Men McDonald'man.